Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar Umar Mo'minov dizayn kanalidasizlar va bugungi videoda biz sizlar bilan shunda 4 ta infografikani analiz qilamiz, razbor qilib, bunisi ko'rib, sizlarga ko'rsataman nima qayerda ko'plar noto'g'ri qilyapti, qayerda to'g'ri qilsa bo'ladigan joyini va nimaga hozirgi kunda ko'p sellerlar Uzu Marketda, Yandexda haligacha ham o'zini dizaynni, infografikani dizaynerlarga ishonmayapti va kimdir ChatGPT'da haligacha qilyapti полностью tekstini va shunga o'xshash narsalarni va shularni gaplashib sizlarga ko'rsatib o'taman nimaga hozir imенно dizaynerlar, infografikachilar kerak va o'zim uni ham ko'rasizlar. Xo'p, shunda sizlardan faqatgina like so'rab qolaman va aytib qo'ymoqchiman, bu video 4 ta seriya bo'ladi, 4 playlist qilib qo'yaman kanalimda. Bu shunda birinchi seriya bo'ladi. Bu yerda biz bugungi videoda faqat razbor qilamiz shu 4 ta infografikani. Keyingi videolarda biz 35 ta like yig'sanglar, hamma shu har bir kategoriyadagi infografikani biz sizlar bilan bitta videoda qaytarib o'tamiz. Вот, shu uchun ko'p cho'zmayman videoni va давайте сразу o'tamiz Figmaga. Hop, ko'rayotganingizdek, shunda bizda 4 ta infografika bor, har xil kategoriyali. Birinchi kategoriyani ochganda, mana Uzu Marketni ochsanglar bo'ladi-da, o'zinglar ham. Ko'rib, analiz mana hozirgi bitta rekomendatsiyadagi mana bu 3-infografikani men oldim va hozir hammasini biz razbor qilib chiqamiz. Mana boy birinchisi o'zinglar ham ko'rib, bemalol kirib analiz qilsanglar bo'ladi. Qattiq ko'plar nima desam bo'ladi, odam o'zini anusidan kelib chiqib ko'rsangiz bo'ladi. Вот, например, mana bu infografika. Shu narsa Nivea men to'g'rimi? Siz Nivea mana shu gelni dush sota olmoqchisiz va qidirasiz shu kategoriyadagi tovarlarni. Вот, o'zingizdan aytingda kelib chiqib, siz sota olarmidingiz? Mana birinchi ko'zingizga tushgan shu bo'ldi. Siz kirarmidingiz, shunga bosarmidingiz, yo'qmi? Shuni o'ylab, shunga qarab odamlar problemasini hal qiladigan narsani infografika qilish kerak. Ko'plar hammaga yoqadigan narsa qilish kerak. Ну, конечно, hammani baribir vkusi har xil, lekin shunga yaqinroq 50% dan ko'proq qilishingiz kerak infografika, чтобы ko'proq odamlarga yoqishi uchun. Va shunda sizlarga bugun yana 4 ta stil ko'rsatib o'taman. Ko'rayotganingizdek 4 ta mamta blur qilib qo'ydim, hozir ko'rmashingiz uchun va hammasini ketma-ket ko'rib chiqamiz. Hop, sekinroq gapirishga harakat qilaman, chunki o'tgan bir videolarimda aytishgan edi, sal tez gapirasiz va tushunish qiyinroq bo'lyapti deb. Shunaqa o'zi anaqa natura bo'yicha shunaqa o'zi sal tez gapiraman, shu uchun uzr so'rayman. Agar YouTube'da 3 ta точка настройкini bosib, скоростini sal 0.5 kamaytirsanglar, уже normalroq bo'ladi. Xo'p, birinchi infografika bu игровой коврик. Shunda mishka uchun kovrik, mana hozir menda ham shu turibdi, lekin sizlar ko'rmayapsizlar bu narsani. Tushundinglar degan umiddaman, uni ko'rib turibsizlar o'zinglar ham. Xo'p, mana bu infografika. Ko'pincha sellerlar, sotayotgan sellerlar bilasizlar o'zinglar ham uzun narsa zakaz qilgandirsizlar, Yandexdan, Uzumdan, Wildberries, Ozondan qilgan bo'lsanglar ham ko'rgansizlar, oq fonda, xuddi shuna oq fonda prosta qo'yib qo'yishadi va bo'ldi. Va hozir oldin bu endi ochilganida yaxshi edi. Chunki oldin unaqa sпрос katta emas edi infografikachilarga va o'zi dizayn uncha ko'p qilinmas edi. Va hozir ko'rganingizdek ko'plar o'sha shu dizayn qilishni boshladi va bularga baribir sпрос ko'tarildi. Agar oq fonda qilsanglar, o'zinglar ham kirib ko'rsanglar bo'ladi. Agar katta brend, monopoliyali o'zingizning kompaniyangiz bo'lmasa, hamma taniydigan, например, Makro yoki korzinka, ularga bitta shablonni qilish qulay va agar oq fonni ham tovarni qoldirsa, ularda ketaveradi. Chunki ular katta gigantlar O'zbekiston bo'yicha. Shu uchun o'zinglar ham tushunasizlar. Agar sizlar endi o'zinglarning kompaniyalarni yoki shu seller bo'layotgan bo'lsanglar, sizlarga baribir ham infografika 100% kerak bo'ladi hozirgi kunda. Chunki yaxshi infografika qilganda faqat yutib ketadi. Chunki CTR degan narsa bor. O'zinglar ham bilsa keraklar, kim sotayotgan bo'lsa, endi kirmoqchi bo'lganlar sразу aytib qo'ymoqchiman. Uzumda CTR degan narsa bo'ladi. Mana bu obloshka ustidagi infografika. Qanchalik CTRingiz katta bo'lsa, shuncha продажalaringiz ham oshaveradi. Xuddi shunaqa YouTube'da ham, mana videolaringizda ham, Instagramda ham hamma joyda CTR bor va bu katta rol o'ynaydi. To'g'risini aytsam, obloshka katta rol o'ynaydi. Agar 10-12% dan ko'p bo'lsa, bu degani уже даже 8-10% bo'lsa, уже yaxshi degani bu. Chunki men o'zim ham YouTube videolar obloshkalar qilaman va o'zim ham bilaman, men 1000 dan oshib
videolarim, mendan oshgan videolarim o'sha hammasi ularda CTR 12 dan baland. Xo'p, mana ko'rganimizdek, bu yerda nimasi yaxshi? Bu yerda nima farq qiladi? O'zinglar ham ko'rib turibsizlar, to'g'risi, no, baribir aytib ketaman men ham. Bu yerda просто oddiy oq fonga tovar o'zini qo'yib qo'yishgan va bo'ldi. Bu yerda hech odam baribir tushunadi-yu. Endi hozir hech kim unaqa hech kim kasallik yo'q deb umid qilaman. Просто ko'rganda o'zi tushunadi odam nimaligini, nima kerakligini. No, baribir ham bu yerga chiroyliroq qilganingiz yaxshiroq. No, bu yerda nimasi minus? Men ko'rdim, nimasi minus bu yerda. Bu infografika, конечно, mehnat qilishgan. To'g'ri, kim qilgan bo'lsa mehnat qilgan, zo'r qilgan, to'g'risini aytaman, zo'r qilgan, lekin baribir ham o'zini kamchiligi bor. Hamma narsani kamchiligi bo'ladi. Xo'p, ko'rganingizda o'zi to'g'risi tekstlar cho'tki turibdi, yozilishi, kompozitsiyasi zo'r qilgan, lekin sal nelogichniroq bo'lib qolganga o'xshaydi. Bu xo'p, воздухda uchib turibdi. Svet neестественныйroq bo'lib qolgan. No, agar bu middle dizayner qilgan bo'lsa, o'rtacha yoki sal endi boshlayotgan dizayner qilgan bo'lsa, bu вообще zo'r. Idealni zo'r, lekin xo'p, agar buni o'zingiz ham qaraganingizda baribir ham siz shu infografikaga bosgan bo'lardingiz deb o'ylayman. 80% odam baribir ham shunga bosadi. O'zingizdan ham kelib chiqib aytsangiz bo'ladi. O'z qarab qaysi birini olardingiz siz? Ikkita mana uzumda turibdi-da, mana ikkita bo'lmasam boyagi, ya'ni oldidagisi baribir ham o'zingiz tanlardingiz, qaysi birini bosardingiz? Eng katta shans bilan baribir shu infografikani ustiga bosar edingiz. Shuning uchun sal o'zingizdan ham kelib chiqib qilsangiz bo'ladi infografika qotgancha. Xo'p, endi menga eng zo'r yoqqan stil именно shu kategoriyaga, mana bu texnika, mishka, kovrik. No, endi kovrik haqida gaplashamiz. Kovrik uchun eng zo'r menga yoqqan hozir infografika, men sizlarga tavsiya qiladigan stilim va biz shu stilda qilib ko'ramiz keyingi videolarda. Bu men uzr, men buni o'chiraman men hozir. Hop. Ko'rayotganinglarda kачествоsi aniq, chunki men buni oldim. Sizlar ko'rish uchun buni men qilmadim, сейчас sirada aytib qo'ymoqchiman, o'ylamasliklar uchun men qildim-da. Men biz shu infografikani qaytarib ko'ramiz, shunga o'xshash stilda qilamiz keyingi videolarda. Bugun chunki bu videoda faqat razbor bo'ladi, ko'rib chiqamiz, analiz qilib. Xo'p, bu yerda nima? Полный minimalizm. O'zi to'g'risi kovriklar uchun bu zo'r stil. Baribir ham bu zo'ru. No, baribir agar men o'zim qaraganimda ko'pincha shu infografikaga sizlar ham o'zi ko'rib turib o'sha bilgan bo'lsanglar kerak. Bu bilan bu svetni ko'rsanglar bo'ladi. Mana svet haqida aytganim, мягкий такой yupqa svet, prям naturalniy svet chiqib turibdi. Juda zo'r qilingan ish, lekin menga juda yoqdi. Qo'l mamutga detalli добавить qilganligi menga yoqdi. Stili вообще zo'r. Agar qilaman desanglar, shunga o'xshash stil qilsanglar bo'ladi. Hozirgi kunda bu stil zo'r, CTR katta. Lekin hozir qaysidir stillardan olib ko'rsatolmadim. Shuning uchun keyingi videolarda qaysidir stillar bilan bog'lanib intervyu qilishim mumkin. Xohlasanglar, men o'zim ishlayotgan bitta akamiz borlar. Ular bilan xohlasanglar bitta intervyu qilamiz. Zvonokda ular aytadilar, qayerda nima savollar berib, agar sizlarga shu qiziq bo'lsa, realniy sellerlar bilan, katta продажали sellerlar bilan intervyu qilsanglar, men bemalol shu narsani organizatsiya qilishim mumkin. O prinsni ko'rdik, uni katta bitta narsada qolib ketgan kelmayapti, shuning uchun tezroq chiqaman. Sizlarni ham sal yuraginglar siqmash uchun. Xo'p, bu Samsung sразу ko'ryapsizlar, ChatGPT dan qilingan, bilinib turibdi. O'zi ChatGPT kim ishlatgan bo'lsa, generировать qilib ko'rgan bo'lsa, sразу biladi bu narsani. Va bunaqa qilmaylik hech qachon. Agar ChatGPT dan to'g'ri fon kompozitsiya qilsanglar bo'ladi, lekin logichniroq qilinglar-da. Bu orqasida nima bu? To'g'risi men unaqa narsa bu ham to'g'ri. Kimdir prompt ustida mehnat qilgan, любой ish, hamma narsaning o'zining qiyinchiligi bordir. Bordir emas, bor. Va to'g'risi unaqa qilmanglar. Agar sizlar o'rganayotgan bo'lsanglar, dizayn, infografika va unaqa umuman полностью ChatGPT dan hamma tekstlarigacha unaqa qilishni umuman sizlarga sovetovat qilmayman. Qilsanglar ham faqat logichniy kompozitsiya, realniy hayotdan kelib chiqib qilinglar-da, o'shanda aniqroq bo'ladi. Agar ChatGPT dan qilaman desanglar, a tekstini o'zingizlar o'zi qo'shsanglar bo'ladi.
Xo'p, bunisi mana bunga o'tamiz-da shunda. Bu stilni sizlarga endi boshlayotganlarga juda prям real maslahat qilaman shu stilni. Qaranglar, akkuratniy, minimalniy, tagida podiumi bor. Вообще kim qilgan bo'lsa ham vash idealni qilgan, lekin to'g'risi men shunaqa shu uchun ham ko'rganim uchun bosdim, ko'rdim, menga yoqdi bu infografika, juda yoqdi, real logичный. O'zimni ham qilib qo'yishgan, prям zo'r. Mamizga qilishsa bo'lardi, lekin mana shu qolib ketgan joyi zo'r yegan, lekin prям men aytaman, zo'r yegan, joyini zo'r topishdi, lekin prям real ko'zga ham ko'rinar ekan. Hamma narsasi ko'rinyapti, o'qilyapti va juda zo'r, menga yoqdi, lekin shu infografika qilsanglar bo'ladi. Shulardan namuna ko'rib va ko'plar so'raydi, skillni qanaqa infografika skillini kuchaytirsam bo'ladi. Hop, prinsipi bilasizlar, praktika baribir ham ko'p kurslar u ham oshadi, lekin praktikasi qaramasdan boshqalarning ishiga ko'chirish emas, просто qarab o'zingizga opit yig'masangiz, praktika просто tak o'tib ketaveradi. Shuning uchun ikkita narsani samisiz qilishingiz kerak. Men mana shunaqa har просто o'zimga kirasizlar, zo'r infografikalarni topib, просто как бы o'zingizga вдохновение, endi o'zbekchasiga to'g'risi bilmayman вдохновение nimaligini. No, o'sha вдохновение olib qaytarib ko'rsanglar bo'ladi. No, portfolio luz qo'ymaganinglar yaxshi, agar qilsanglar ham qaytarib ko'rsanglar, portfolio qo'ymaganinglar yaxshi. No, agar sal nimadirni o'zgartirib qo'ysanglar zo'r. Xo'p, endi shu telefonda sizlarga ikkita yana zo'r stil ko'rsataman. Bu уже agar mana bunaqa stil qilishni o'rgansanglar, to men o'z ko'rsatadigan stilni ham bemalol уже yaxshi уровеньdagida dizaynerlar qilishni boshlaydi va bu hammasi opit bilan keladi. Ko'rayotganinglarda do'stlar, вообще boru ko'z maza qotdi-da, bu даже qimmat bo'lsa ham olgisi keladi, chunki bu nimasi, качествоsi сразу bilinib turibdi. Уже kartinkadan, infografikadan tovari качествоsi сразу bilinib turibdi. Da bu ham emas, lekin Redmi uchun, Samsung anular uchun bu juda zo'r. iPhone ham qilsanglar bo'ladi, lekin nimadirni baribir ham premium lyuksligini ko'rsatishingiz kerak. Bu yerda Honor, конечно, baribir ham iPhone zo'r Honordan. No, bilasizlar, baribir premium bo'yicha iPhone zo'r, lekin iPhone uchun вообще zo'r. O'zingizlar ko'rasizlar, полный minimalizm. Hamma narsasi zo'r kelyapti va sizlarga palitra keyingi videoda aytaman, dizayn qotgancha ko'rsataman. Men bu tsvetlar, ranglarni birga qo'shib ishlashlarini qanaqa bilsa bo'ladi, qaysi ranglar bilan ishlash kerakligini hammasini ko'rsatib o'taman sizlarga, ularni ham. Va Honor uchun ham bu abstraktli generatsiya qilishgan, generatsiyalarni ham keyinchalik o'rgataman sizlarga. Xo'p, va вообще zo'r, ko'z masa qotdi-da, уже ogizam keladi uni ko'rganingizdan keyin. To'g'risi, sizlarga ham yoqqan bo'lsa, bemalol qoldirib ketinglar va shu stilda biz keyingi videolarda aytganimdek 100 talik qilamiz va o'zingizlar ham ko'rasizlar qanaqa qilganimni, nima ishlatganlarimni hammasini ko'rib ketasizlar. Xo'p, endi 3-siga o'tamiz, boyiganunga, 3-infografikaga. Kukmari bu to'g'ri shunda-da. Skavarada deyiladi. Endi ruschada men o'rganganman, shuning uchun sal o'zbekchaga qiynalaman. Agar qaysidir so'zni bilmasam uzr so'rayman. Endi sizlar ham ruschani bilasiz degan umiddaman, ozgincha bo'lsa ham. Xo'p, bu yerda nima? Bu stilni kimlar ishlatsa bo'ladi? Agar siz aytganimdek boyagidek katta kompaniyalar bo'lsa, O'zbekiston hamma taniydigan Korzinka, Makro, yana nima, har xillarni olma degan proyektlar ishlatsa, o'zini, например, mana bilasizlar, bitta anuni olsam, hop, ko'rsatay sizlarga. Допустим, mana shu Makfa, to'g'rimi? Mana Makfa uchun o'zini bitta stilini yaratsa, bitta shablon bo'yicha qilsa, bu zo'r ketadi, chunki hamma taniydi, hamma oladi va bu hammaga kerak bo'ladigan narsa-da bu. Va shuning uchun ham Skavarada kerak bo'ladi-yu, baribir hammani uyda bor deb o'ylayman. Shuning uchun bu stilni agar sizlar yaxshi o'rganayotgan odamlar uchun ham bo'ladi. Agar o'rganish uchun qilsanglar bo'ladi, zo'r. Qilib ko'rsanglar bo'ladi. Agar aytganimdek, baribir ham bu stil уже agar endi yuritayotgan bo'lsangiz, o'zingiz magaziningizni, do'koningizni, to bu unaqa qilishni maslahat bermayman. Xo'p, bunga keladigan bo'lsa nima? Bunaqa qilmanglar. Точнее, stil, to'g'risi aytsam, stil olsanglar bo'ladi, lekin bu yerda kamchiligini aytib ketmoqchiman.
Chunki ko'plar endi boshlayotgancha ko'p narsalarga e'tibor berishmaydi va hozir shu infografikada sizlarga aytib ketaman, nimaga e'tibor berish kerak, qattiq logichniroq qilish kerakligini. Mana bu to'g'risi korичневый qilishgani mayli zo'r yedi, chunki mana bu fonda narsalar ham bor, oq fonga mayli o'qilyapti. Главное o'qilish kerak. Keyingisi mana bu yerda oshxona qilishgan, bu tomonda devor, shunda просто bu kamerada bu tomon ko'ryapti, zerkaliz bo'lib, shu uchun sal ana botdi. Hop, ko'rib turibsizlar, o'zinglar ham devor turibdi va devordan u tomoniga svet tushib turishi kerak, chunki oyna bo'ladi va yopiq oshxona hech kim ishlatmasa kerak. Endi bilmayman, shuncha paytlarni ko'rmadim yopiq oshxonani kimdir ishlash uchun. Baribir deraza bo'ladi, oyna bo'ladi, oynadan svet tushib turadi, to'g'rimi? Shu bu объемныйroq bo'lish uchun объемныйroq svet давать qilishganda, mana bu yerda qaranglar, svet bor-da. Mana bu to'g'ri qora, sal qora bo'lgan, mana svet tushib turibdi, lekin svetni o'zi yo'q. Shu narsani ham o'zingizlarga zametkaga yozib qo'ysanglar bo'ladi. Обязательно realizmni qo'shsalar svet qilish kerak. Shrift bo'ladi, lekin baribir ham sal mana bunaqa ko'rsataman sizlarga. Mana bunda o'zida blurda unisini ko'rib o'tamiz, nima plusligini. Elementlarni ham sal вообще blur qilib yuborgan. Blur qilib yuborishgan, lekin uncha ko'zga tashlamayapti, chunki tekst yopib turibdi tegi. Bu aytganimdek mehnat, baribir ham bu ish ham hech qaysi ish yomon bo'lmaydi, просто baribir hamma narsani o'zini to'g'rilaydigan narsasi bo'ladi. Xo'p, baribir o'zgartirish kerak ko'p narsani va agar sizlar ham infografika qilmoqchi bo'lsanglar, boshlamoqchi bo'lsanglar, yaqin orada men gruppa sozdать qilaman. Sizlar o'zingizlarning ishinglarni bemalol tashlasanglar, sizlarga feedback qaytaraman, обратная связь. Shunda ishinglarni aytaman, qattiq to'g'rilash kerak, qattiq nima qilish kerakligini hammasini aytaman. Xo'p, keyingisi endi menga yoqqan, men sizlarga tavsiya qiladigan o'zi stil. Agar realni oshirmoqchi bo'lsanglar, CTR'larni ham, tovar produksiyani anusini ham ko'rganingizdek, просто idealni bor, просто idealni qilingan svet tushib turibdi. Xo'p, agar aytsanglar, bu yerda oyna qani desanglar, bu yerda oyna qayerda? Bu yerda podложка ishlatilyapti ko'pincha, yoki orqa tomonda mana bu yerda svet turibdi menda. Ko'rgan. Endi bu bilan buni farqini ko'rasizlar. Agar bu yerda qani, xo'p, bu yerda ham shunday bo'lishi mumkin desanglar. Bu yerda o'sha bilinib turibdi, oshxona baribir logichniroq o'ylasanglar, kompozitsiyadan o'zi bilinadi. Baribir bu yerda svet tushib turishi kerak bu tomondan. Bu yerda уже просто wow. Просто wow. Shu darajaga chiqish uchun aytganimdek, baribir ham opit kerak, ko'proq qilishinglar kerak, nasмотренность degan narsa bo'lish kerak, ko'proq ko'rishinglar kerak, shunaqa o'rganishinglar kerak. Mana bu tenglarga baho beringlar, просто wow. Men mazza qilaman, ko'rib shularga mazza qilaman. Tenglar stolda вообще idealni qilingan ish, bu 10 dan 12 dan 10. Shu uchun bemalol sizlar ko'rib, ana qilsanglar bo'ladi. Вообще zo'r ish qilingan ekan. Juda yoqdi va shunaqa keyingi videolarda aytganimdek, xuddi shunaqa ko'rsatgan stillarni qilamiz birga. Xo'p, endi keyingisi bu kiyim kategoriyasiga keldik. Boyi oshxona bo'lsa, bu oshxona, bu texnika va bu ham texnika, lekin bu ko'pincha material, baribir ham material ishlatiladigan. Xo'p, bu kiyimga keladigan bo'lsak, bu model ko'plar ko'rgan bo'lsanglar, kiyim kategoriyasiga kiramiz, hozir ko'ramiz birga. Весенняя kolleksiya. Mana весенняя kolleksiyaga kiramiz va ko'rsanglar, yarmi просто oddiy modelni o'zini qo'yib qo'yishgan bo'ldi. Просто modelni o'zi turibdi. Kam bu yerda nima deyish bo'lsa bo'ladi, konkurentlardan ajralib turish uchun hech nima yo'q-da. Bu yerda просто hech nima yo'q. Hammada bir xil turibsiz, просто kiyim, endi odam baribir ko'ziga qaraydi, infografikani o'zi ham sizni jalb qilmaydi-da, shunisi bor. Просто model qo'yib qo'yishadi va hozir bu unaqa modada emas, o'zi to'g'risi unaqa qilmaylar. Agar kiyim sotayotgan bo'lsanglar yoki tanishinglar bo'lsa, yoki infografika kimgadir qilib berayotgan bo'lsanglar, shunaqa sellerlarni topib ularga yozsanglar bo'ladi. Mana shunaqa stil qilib bera olayman. O'zingizning ishinglarni tashlab va hozir sizlardan ko'rib chiqamiz. Va bir aytgancha kanalimda video bor. Men ko'rsatganman, kiyim uchun infografika qilganmiz. Shunaqa stil ishlasanglar bo'ladi. Endi boshlayotgan bo'lsanglar. Va endi men sizlarga ikkita hozir stil ko'rsataman. Birinchisi bunaqa.
modelga xuddi shu odamni olsanglar ham bo'ladi. Mana shunaqa stilda qilsa bemalol bo'lardi, lekin endi baribir ham infografik qilishmagan. Bular ko'pincha просто model o'zini ishlatishgan. Xo'p, idealni qilingan. Nimasi idealni? Ranglari juda zo'r tushib turibdi. Hech qanaqa anaqa bo'ladi-yu, orqasiga kiyim bejevida bo'lsa, orqasi tam допустим qizil, yashil, ko'klarda qilinmagan, просто idealni garmoniya degan narsa bor-da, bu yerda garmoniya degan narsa bor. Zo'r. Endi unaqa zo'r darajada qilishingiz shart emas. Просто mana model, tekst, главный sostav, цвет anularni yozib chiqsanglar, men videoda ko'rsatganman, o'tgan videolarida ham. Endi boshlayotganlar uchun ko'rsatganman uni. Bemalol qaytarsanglar bo'ladi. Va mana o'sha stil, men qilgan stil почти sal o'xshaydi unga. No, bularda sal o'zgartirilgan variant, bularda shunaqa ekan. No, mana ko'rganingizda kiyim uchun mana ikkita variant sizlarga. Baribir endi boshlayotgan bo'lsanglar, shunaqa stilni tavsiya qilaman. Chunki o'tgan videomda aytganimdek, sal shunga o'xshaydigan stil ko'rsatganman. Va bu endi sal professional uchun, chunki bu yerda qaranglar, teng bor, svet qilingan, ana qilingan. Bu yerda baribir Photoshop ishlatish kerak. Bu yerda Photoshop ishlash shart emas. Bu yerda Figmada ham, Canvada ham qilsa bo'ladi bularni. Bu yerda lekin Photoshop ishlatishinglar baribir kerak bo'ladi. Agar shunaqa professionalniy darajada qilaman desanglar. Va do'stlar, ko'rib chiqdik. Bugungi video shunaqa bo'ldi. Agar qayerdadir sizlar ham o'zingizlarni fikringizni yozib ketishinglar bo'ladi va 35 like yig'sanglar, ikkinchi seriyada biz har bitta infografikaga biz dizayn qilamiz. O'zingizlarni ko'zingizlarni oldingizda qilaman shu narsani, ko'rsataman qanaqa qilayotganimni. Va aytib qo'ymoqchiman, hammasini men Photoshopda qilaman, chunki menga Photoshop qulay. Agar sizga Canva qulay bo'lsa yoki boshqa qulay bo'lsa, o'zingiz qaytarib ko'rsa bo'ladi, lekin men baribir sizlarga Photoshop o'rganganinglarni maslahat beraman. Shunaqa tenglarni, zo'r, akkuratniy narsalarni baribir Photoshopda professional darajada Photoshopda qilsa bo'ladi. No, mana bunaqa preview deman, uzr. Infografikalarni Figmada yoki Canvada ham qilsa bo'ladi. No, baribir men maslahatim Photoshop o'rganganinglar yaxshi. Sizlar Umar Mo'minov kanalida edinglar. Hammaga kattakon rahmat ko'rganinglar uchun va sizlardan aytganim 35 like. Qancha ko'p like bo'lsa, shuncha yaxshi, tezroq videolar chiqaradi. Va o'tgan videoda вообще portlab ketdim, ham 100 tadan ko'p like yig'dinglar. Men juda xursand bo'ldim. Rahmat kattakon. Sizlarga yoqar ekan, men xursandman. Bekorga vaqtim ketkazmayotganimga videolar qilib, hatto agar nimadir o'rganayotgan bo'lsanglar, men juda xursandman. Sizlar bilan Umar Svetim ham o'chib qopti. Sizlar Umar Mo'minov kanalida edinglar. Hammaga rahmat va